Şaptıldın bir öyle elvasan bulamazlar. Va elinglar ana yechki bilan turdi. Vallahi. Amma iyi oldu. Yani bir kim tosa bulmuş o. Taz yigide kuldakça. Xo'p bo'ldi. Alçan shmanqalı tuye. Qemshatrak. Kapratib qo'yganqa tuye qo'nqaplaq. Men dedim-ku, 4 kundan mo'llaqatdi deb. Şaptılalga adam kağını nima hesap yaxşı çıkıptı. Endi yana 2 kundan keyin bu Şaptullarning 3 kishini qamiki. Çatak koptu. Dada. Akanın içinden çatak çıkıptı. Neydigan şey? Neymiş boptu? Ulan, edemni ensretmeye çakırak bizim digine. Ay Şaptıl'ın ammak çoğun heride yeni koptu. Kendi akan aşına dedim ha. Ya Bekrahım'dan anladım. O hazır Alkam'ın yanında kepti. Kaymakamın hazır Şaptıl'ın yanında yığılık olup kayıp kaldı deydi. Estağfurullah. Ma gelişmezlik ne? Şaptıl degen ne? Burun yötkümüse ses bitidi. Akan telefon ara. Ben nime diyen dada, ha? Akam ezip gitti desem hiç kasını meni gittiğini anlamadınlar. Bana boldu ba? Öyle, telefon ara. Ziyan, kıpkızıl ziyan bana hazır. Ağzına işitmegine undaq. Unçulamızlap ketmez. Tutayım bana. Hey? Kayımcan ma? Neymiş oldu bana? Ağaylar, boğuluk eş bopopta. Men qilsak mı onu kelmaydi. Kıyımdan kapılırsak, tekim bulmaydı. Ben Şaptıl ilişkisida başlığa karşı turgandım. Lekin kıyım unumay turib aldı. Emdiliksin nim boldu? 500 ilişki Şaptıl'da kanda bir taraf kılamaz. Ey ağaylar, qaranglar. Bu Şaptıl'la 2 gündür sesida. Ziyanını kim tölaydi? Baştaki gap boyunca hemkarlık kooperatifga pay qo'shdi. Başka ishga aralashmayman. Yil oxirida paydini arif asal bo'ladi deb. Hozir mo gapim shu. Nasraxon. Biz bu shunda. Qaymoqon hamma pul chiqim qilgan ekan, mush qaymoqon. İyi. Yo'q. Bo'ldi, deshonga qatılma adash. Buning bir amalini qilamiz. Oy. Ha, Kaysarjon? Gap qila. Nima? Shahardagi meva pishiqlab ishlash zavodi bilan aloqalashdingmi? Ha. Ular hammani setib oldigan bo'ldimi? Ma'qul. Ben hozir darhol mashina xushayamisa. Ma'qul, xo'sh. Sen Kaysarjon nima deydi? Kaysarjon shahardagi meva pishiqlab ishlash zavodi bilan to'rda aloqalashibdi. Ular Shaptullarning hammani setib olamiz debdi. Mana. Hanım bo'lsa. Ajab yaxshi oldu adash. Yan. Uçturan kılıkın uçu. Gel. Bunun uzak. Etmeydi kalmışsam. Yakınsız. Doktor
Sen Dada ha? ne iş kılatsa? Nimish qiladdim? Mani aqlsiz dayus. Mavu danne kundi bizning o'yildi yeb. Birdam a qo'shimizning beqqa, birdam ma qo'shimizning samanliqqa tuxum tug'ib qo'yadi da. Danne bizning o'yildi yegankin albatta bizga tuxum berish kerak-da tuxumni. Bugun bag'o bu aqlsizning bu qilmish uchun rasa bir jazolab to'qildi o'tmsam hisob emas. Gaplar buningdan keyin danne beyadi yeb. A qo'shimizning chiqib endi tuxum tug'amsa ya qanday qilsa gaplar. Bugün şimdi bir gün et koyulmuşsam şeker. Qanday qilsam men bir ko'rib boqaman. Bishim suyimi to'qiydigan. Sening qara buniki. Yani tuxumni nega tug'ilsa? Oh! Mana. Assalomu alaykum bekra. Va alaykum assalom. Xanavol. Xonim, kep qapla. Samatcha 2 kundan maktabga borolmaganti, shunga ansirab nima ish bo'lgandi deb kelishim. Samatjon og'rib qoldi. Qayslar? Kecha qizitib, o'qilib, yondirib, o'tlab, ashna olib ketdi. Shuning bilan bugun maktabga borolmaganti. Shundami? Ha. Bichar bolam. Endi men kirib ko'rib chiqayman. Oy. Samatjon yo'q. Samatjonni doktorxonaga ketganda onasi. Qaysi doktorxonaga ketganda? Men shu doktorxonaga bilan boray. Yo'q. Ba'zilar topolmaylarcan. Opsilg'i jiroq bir shahar bir doktorxonaga olib birma deb ketgan bak jiroq. Dada alip biteyma. Voy, Samatjon, bakan sango bir opdan tursa bo'lmasa. Öküzde. O Samatjon bilan qachon kelding doktorxonadan? O birdamni kelibsa, hozir doktorxonaga ketgan bo'l. Opang qana doktorning dorisi foydaqda shundoq hozir opdan turdi bo'lmasa. Qaris xonim, bu kichik bol degan bog'o. Birdamni bir xil o'zgarib turgan. O bu yerdan og'riqda birdam saqib qopti. To'g'ri. Kelsa. Zoyib, to'g'ri. O xali saqib qopti bu. Bekraka. Samatjon ilgari o'qishda bek yaxshi edi. 5-yillik chiqqandan keyin bek chekinib ketdi darsdan. Onun ustiga maktabga pat bormaydigan bo'lib qoldi. Mana bugunmi sop-soq turib maktabga bormabdi. Shu bolaning dadasi turib haydakchilik qilishdi yo'q. Bundan yolg'on gap qilib to'sqinlik qilsa bo'lmaydi. Xonim, o'qishda hamda to'smidoq. Shu uy deganda ya undaq, ya bundaq ishni bo'lib qoldi ekan. Uning ustiga birdam men, birdam onasi mushtaq bir og'rib qoldi ekan emas. Shunday qilib shu ba'zi kunlarda işte baramay qoldi ekan xonim. Uyda ishlagan tugamaydi. Ishni bahona qilib bolani o'qishsiz qo'ysak, bola cho'ng bo'lganda nodon bo'lib qoldi. Oqqorni farq etmaydigan bo'lib qoldi. Bunday qilish ham majburiy ma'rif qonuniga xilof. Ertadan boshlab bola maktabga borsin, bundan keyin dars qatnashmaydigan ish bo'lmasin. Evet xonim, evet. Samatjon, erta maktabga borgan bolam, darsdan qolgan mazmunlarning hammasini men sana ishxonaga kirib ayrim to'liqlab beray. Yaxshi o'qisang cho'ng bo'lganda foydasini ko'rsan. Bo'lamda? Ma'qul xonim. Shunday bo'lsin, hamsini mangay. Xonim, o'tamamla. Qo'shman mangay. O'tasultan işte. Birda o'tasultan mangamla. Ma'qul. Men uzitib qo'y. Bo'ldi, qapqasa. Men uzitib qo'y. Xo'sh xonim. Xo'sh bolam. Tutvashning tig'i. Unda bo'lsa, bunda bo'lsa, cho'ng olsang, unda oqqarni paqisi deb ketgan. Balam cho'ng olsa deb bija kadr qilib urlashtirib qo'ygandak. Necha kun yog'iz maktab boraytsam, unmaysa o'yishlarga yordamlashdim. Mushtaq bo'ldi shu. Qanday bo'pti? Mushtaq bo'ldi deb ketganni saqal taqini. O'tira. Sening o'g'o savoding chiqdi. Xatni o'qiy olaysa, birdan o'zgacha sanay olaysa, bo'ldi-ku. Bu maktab bolam cho'nglab jonga iz qatamda ketsa, o'qdi degan. Poq foydasi yo'q o'qishni. Erta maktab borman juma dada. Bo'pti.
Hozircha beribdi. Keyin birim deyishaylar. Qana chilg'on saman ekla ko'rib boqay. Balam. Mujtachilamsa samanni. Mujtachilamsa qara chammini. Mujni qo'y qanday yeydi, mujni qo'y qanday yeydi. Ha? Mush maktab beri ve sen vağa mana mush samanchilashni uqmaydigan bo'lib ketsa. Uqdingmi? Mush maktab vağa men bir top sarangni yig'ilgan yemikin deyman. Nima qildi kech yo'q kitob o'qishni o'rgatib, menda jonga ezg'atadigan samanchilashni, elib etishni, menda bir Harunning chaqini yemlashni, galulab ketgan pichoq menda chaqlashni o'rgatmamda deyman. Jonga ezg'atadigan ishni qilmamda deymiz. Kulotamsa Mintek mazak qilibtamsa sen, pochiqni chiqib keldi bakalli. Ha, masalanni qayt ishlab kelay menga, ishtiklar. Oturup esner. Ekranı bizde batardık. Tahva. Xo'sh. Sizlik deydigan bir gap bor. Oy, Pekraxon nima gapdi va? Balamni maktabdan to'xtalay degantimdan. Ha. Lekinsa heliqi bir xonimini bilsizlar. Ay xonimza salchidek chaplashıyorlar. Vallahi faqat qo'yib berman. Mush ishda qanday qilsam bo'ladi deb beshim qattiq ketyapti danglar mening. Pekraxon, ha? Chiroyli xonimsiz chopishmagan bo'lsak, omitingni kepti. Ha, makrala. Xonim sizlarga salchidek chopishmagan bo'lsa, aslan bog'o, yelimdek yemlish olmamsizlar, ha? Quruq gapni qildi ekansiz. Ha. Menga chaplashib oldi demadi, baliga chaplashib oldi, bordi baliga. Abi quruq gapni qilmay, qanday qilamiz biz tuzukrak yo'l ko'rsatmamsiz deyman. Eg'iz yo'q deb qilgan bilan qulog'ingda hech tish kelmaydi jima Pekraxon. Makrala. Demamsizlar? Ha. Tushuntiriblar. Ashta qilsak bo'ladimi? Bo'lmay, to'g'ri bo'ladi. İşte bir bakayım ya. Ha? O balı sana tutsa. Ne? Ha. Akmasın ki müşkil. Akamı akmaz mı olsa hiç gitmeydi. Al öyle medgire bir kıpakla. Çokum akın değme. Ha? Balı menen tutsa? Ha? O şahsi balı tutsa o. İşte kılay bulmuş. Balına kotun tıkan mı, hanım tıkan mı? Kotun? Ha? Kotun bile bile verenler. Tazak kutu. Asıl bir barajı var da. Vaqtida işte kılay boş. Allah bilam. Çay içe. Allah balam nimda o'tirsa? Ha, yemanda. Qara bilam. Mama ergelqi. Qaysarkanni bilsa o? 20 yildak o'qib, kanitga kadrim bo'laman. Oxiri aksini yana qo'yib, qo'yib qo'ydilar. Qancha o'qisang, ashunchalik odam bo'lsa, shunga men sening g'amingni yeb. Mush o'g'lim balduroq bir pul tepib jenni vaqtin deb maktabdan bir to'xtalay deyapman. Hozir domsi potlangni yiqitganing bilan vaqt kelganda dadam nejib bir yaxshi deb mendan qo'shib ketib bilam. Shunga sen to'liq maktabda o'qiyman degan gapni buningdan demaginjima bilam. Ecep ağacımın hazırgıç okuttuğunu kamsa benim okugum var. Balam, ağacaq degan qiz bola. Bir yaxshiroq o'qib, bir ishga ilinishib qolsa, ertaga o'zining kunini yaxshiroq olamki deb o'qityapmiz. Ay, shu. Bir so'ng o'qigan ekan bo'ldi. Men vaqo, mush anangning gapi kirib, ağacaqni o'qitib qolganimga shuncha pushaymon qildim. Ay maktabning yotqida yotimi deb hepti bir qitim kelgan uyga. Ya bir bishmochen tepib, ana dedi, meni hechdan deyemigan. Bu chaqqa to'yni qilib qo'ygan bo'lsak, ne ökürdüğü vaqt oldu. Sizlar to'la gap qilmayman choyni. Benim cho'ng bo'lib juda pul topdim var, lekin shu yaxshi yurgansa mendan pul topaman. Balam,
Pul tapam. Ey, o'qiganga pul topadigan ish bo'lsa, ma'lumlar boyolab tiqilib kesuladi. Ishonmayman unda gapga. Dada hem senin gibi anlap okumsam mı okumay. Hem senin iş kılma. Mana. Mening o'g'limda gap qildi mana. Nima ish qildiganligini vaqo? Men et deganda deb birma, ha bilan. Qusqun to'ydimi? Choy ichib bo'ldingmi? Qo'paqma. Sen bog'i hozir samanni chilab, qo'yga halab yetib o'tgan, ha? Qo'pa ishtikla. 100 yıl sonmam degan da. İşin qilaversin. Üstten küçük kütüp etken Tushib ketgan bil so'zalaydi va. Bana bala. Ne varımız dada? Bağan depre bala. Akşam ötügen depre deysen, bağın depre deysen koy. Balam. Kichik bol degan cho'ng odamning og'zini g'irishilmaydigan. Manga deganiki manga. Raziya, Sametcan'ın imişten kötkenligini öğütkileden so'rab bakmalısın. Öyle görüp so'rab baktım. Ağrıp kalıp şehirde bağlattım, içirip gitipti. Sametcan öyle arası yokken. Ne çok hayaldim aldım. Çıktım. Bu kızım oynar yine alsa. Assalamualaikum. Ekrem ka, qanday ahvollar? Va alaykum assalom. Obdan turdingizmi ukam? Xudoga shukr. O'g'lim Sametjonning bek mijozi yo'q deydi. Qanday ahvoli? Shu azroq mijozi yo'q bo'lib qoldi qarang. Oqshomlari qizitib, yondirib, shunlar shaharga bir doktorxonaga borgan to'q. Yotoq qoldi qarang. Oqqan kesildimdi, baqqan kesildimdi. Shunga shada davolatida. Xudoyim shifolik bera. Tegdingizlar. Qaysi doktorxona yetyapti-da biz bir yo'qlab boraylik deyishga. Voy shu cho'ng bir doktorxona ekan qarang. Men mutazif qolmadim. Xati xanzuchi bo'lgandan keyin men o'qiyaolmaydi ekanman qarang. Ba'zida o'zimni topolmayman. Bo'ldi, rahmat ukam, bosanglar. Faqat topolmaysiz. Bek jiroq yadi bu. Topolmaysiz. Balanglar bunda og'rib yotsa, biz sizlar bu yerda yuringlar. Etgan xilchiqachamni mahalda ko'rdim. O qanday gap bo'ldi endi? Ras. Shu. Avvalgi xilchiqanachingizning singlislarida almashib, birsimiz demasak, birsimiz manda qaratimiz. Shu xavringiz va mo uyni yolg'iz tashlab qo'ysak bo'lmaydi emasmi? Shu ajda qaratimiz shu. Men mangashtiray, baka bo'lganda uyligimda birasizlarchimi uyga? Baqa. Xo'sh. Xudoye. Bu xalqning nima qarmadi deymanda xalqning. Balon qani deb so'rar ekan xuddi bir soqchidek arvoyimni kutib. Voy, endi xulim xo'shni bo'lgan ekan, bir ko'ngil bo'lib so'raganda, shunga shunchalar xaplab ketasizlar. Unda degan bilan, men birasi pok deb bizib qolsa, beshimizga pist yog'ib pist. Şunu sen bu ağa, ma xulum xo'shni so'rab qolsa, bolamizni 1-2 yil davoldiq o'xshaydi deb javob berasizmi? Tilingni chaynab kekichlab o'tamay. Voy, ma'qul dedim-ku, atdiganda keskishda biramizlar shart o'tdik biz gapni. Ya Allah, yana kimdandir ishkin chekib endi. Chiqib qol qani. Qo'pa, sen bir chiqib ochaymi? Men bu qo'pa. Men ichmasam nim bo'ldi. Allah ya Allah, ben açayım.
Kesle. Aleykümselam. Obdan turuşma. Kelisler. Köpü kelini köpüge. Kesle. Tüpü iç kesle. Ha. Kana otas. Amin. Rahmet ya Allah. Biz Sametcan ağırıp kaptı dep yoklap kirişimiz. Rahmat. Bir avar olapsıla kirivermey. Unda olamdıgan Sametcan balımızını şehir davaltı etip dep anladık. Hem biz mezlum haq öydün beştik ıl çıkalmaydı gelmez. Adli olsun kuruklanıp kep kaldık. Rahmet. Balık neyim bağıntı? Doktorlar akkan kesle dep çıkardı. Aşma yemey. Su içmeydi o. Asma kız bilen yatıdı. Bir eş kişiliği yetip gidip okşaydı. Bizden ağzılık oğlum diye. Sevip İslam, Allah'ışmaz yere. Şu mektepte bir obdan okumadan balıktı. Destek kendeklemdi. O kaldı. Sevir kılma. Hey. Dostkan tamamsın mavlığa. Ha? Kupeş teke. Var bulacak oldu. Oy. Oturasın çay olsa. Aşkta yanlık. Şu. Şimdi birden de. Takırla bir sert oldu ya bu. Vurup hiç kettik. Tuhaf da. Oldu mu? Tabii oldu. Anlaştırdın mı? Oldu aşkı bu mu? Yek. Maalesef. İşte ekilip tamam. Yani bir olay bu da karmayla ilişkiler bir çıkıp kalmışsa kaç işte ekilip. He. Bir karap bakayım mı? Yapasız bak. Oyunu ko'rsak o'tgan. Tamam Allah. Ha? Başlatıp oluyorsun. Arap da. Bir o'quvchini necha kun bo'lib tanishmasak avval bo'lmaydi. Dur, şam. Sultan. Bizning mavu qo'shnilarimiz namında belendeymi? Balını ağırıp kaldı deb qo'ysak, birmi chedam kirib qoldi yo'qlab. Sen mo toz qalmashdi o'tingmi? Yana tag'aliqi Qodir akamninki balığı şorup seppiringlar deb bir put ko'shakagini var. Mangza bak yağda qo'shig'ib ketdi, be qo'shig'ib ketdi. Hey, ijarab ketganni. Ben hoşulap ketken bile Bekraxon. Xulum hoşluğu yalgan gap qilib erishgan narsasing ama. Ben kızlık gap qilgan ama hey, biz uni ya bir o'g'irlik qilib, bulangchilik qilib ekirmasak, o'zi xohlab ekirgan tursa, nima deb sanmaydi? Kızlık gap qilgan-da bu. Rost gap qilsam baq Bekraxon. Ha. Sametcanni bek ko'gim kep ketdi. Bu necha kun bo'ldi, tushum buzilib, hali bir ish bo'ladigandak, bizni bir nesvasidagandek tuyulib ketib bordi. Ağzını taş. Şu mu kızlık kımanda? Nimaga nesvasidi ekan? Şu
ko'nilamish xotin kishining chechi uzun aqli qisqa degan gap rost gapkan. Nimaga nasibasiz ekan, nimaga? Qo'shniga yolg'on gap qilib. Yana kimdi endi ishga chekkanimni? Yo Alloh. Chekavergan to'limi darval chekirgan bu. Rost. Balani yo'qlab kirgan bo'lib qolmasin yana. Mana chiq baqa. Bular. İştik bunu da. Yani keldi bu birinin. Teşekkür. Bu bizning mudirimiz Gulbar mudir bo'ldi. Bu yoq biz kentimizga tushgan kent kadri Shavkatjon. Agarka, tinchlikmi? Biz bolalar ahvolini uqib boqib deb kelgan. Nimada to'la kelaversizlar? Qilgan boshqa ishing yo'qmi sizlarga? Men yan dedim-ku, desam yana shu gap. Bola shaharda davolanyapti. Qulonliga doktorxonaning isbot qog'ozinimi ekilpadim. Yana nima qilib birmanda? Ha? Kechirimizlar Bekraka. Bizning bunda kelaverganimiz yo'q. Lekin bolalarning to'liq maktabga kelish kafolat qilish bizning majburiyatimiz. Sizlar bola og'rib qoldi deblar. Uni maktabga to'liq abatmisir bo'lmaydi-da. Og'rib qolgandikin, og'rib qoldi demay, nima deyman hamda? Sizlarchi bo'lsa, ash og'rib bolni, zembilga selib, ma aqutning ishkeli zembilda, ishdan ko'tarib, sinib qopirib, yotqizib bersak bo'ldi ekanda, azimiz tushgach, desangsa, shundami? Voy Bekraka, biz unda deb emas. Mao doktor qog'ozini biz ko'rdik. Bu bir kichik ambulatoriyaning qog'ozi ekan. Agar Samatjonning kesli haqiqatan ig'ir bo'lgan bo'lsa, bundoq kichik ambulatoriya tekshirilmaydi ham davolanmaydi. Shuni biz mush qog'ozni ko'rib gumonlanib kelgandik. Agar sizlar yolg'onda isbot etib, bolani maktabdan chiqarib olma degan bo'lsa, bu davlatimizning majburiy ma'ruf qonuni xilof. Sizlar qonuniy javobgarlik tortilib qoldilar. Nima? Qonuniy javobgarlik tortilib qoldilar? Men qonunga xiloflik qilib, men bir bulangchilik qildim-mi? O'g'irlik qildim-mi? Qanday degan gap bu? Bolani o'zim beqib cho'ng qo'ygan bola meningki, nima o'qitqim kelsa o'qitdim-a? Nima ish qilsam o'zim salaman. Nimunda odamni buzak qilsizlar? Yo sizlar menga bolani bet tepishmaganmi ya? Ha? Bekraka, ochiqlanishlar. Bu bola sizning bola emas, davlatning, jamiyatning bolasi. O, ma gapni qarang. Bu xalqning bolasini balam deb olgan qandaq davlat jamiyatga o'z qilan mening oldimga kelgan men bir ko'rishib baqay. Onsa, aldingmi? Sen mi deprem Allah'a? Ma Samatjon sen bilan mening balammi o ya davlat va jamiyatning bolasi ekan. Ne? İkimizning bolasi, unda qadamini tonimayman men. Balani var o. 9 ay 9 kun ara qo'saq ko'tarib chiqqan men. To'g'ri. Ya bo'lmasa, uydagi nopos daftarida ish premiya, nopos daftarga Abdusamat Bekre deb to'liq yoziqlar. Birlar var. To'liq ma ko'zalga, to'liq kirishmamizlar. Ma sen chiqib qolmaylar, yira baka. Bekraka, biz sizga chiroyli gap qilyapmiz. Bola maktabda o'qimasa, cho'ng bo'lganda nodon, bilimsiz, ko'zi ochiq qarg'u bo'lib qoladi. Unda bola oilaga, hamda jamiyatga yuk bo'ladi degan gap. Mana var. Tulub yakilib, ders o'tmay. Derslerine mektab berib o'tishib elasizlar. Mening yana bir azroq bir ishim bor. Men bir dekkida chiqib kiray ya. Sen aldiraytib. Men bir chiqdim. Men chiqib kiray. Sabırsan, kendi iş oldu. Seni tartışacak bolsa Ahmet Dursun bek kapıp gitti. Ya Allah'ım adaş kentme işte recep arlaşıp aldı. Kentme o başkası biz neymiş kıldık emmez. Hay, sekreter, maketni kısılıp olmaydı. Onunki yukarıdan düşken hizmet grupsunun başlığı. Onun ile ziddiyetleşsek, maaşın çatak çıkıdı. Lekin o meni kichikoni boshqargandek boshqarmasa, ha? Ya men xotirjam uyga borib kelamsam, ya xotirjam tomog'imni yermasam, ya xotirjam uxlayolmasam, u hepsini kentga chaqirib, meni bo'zaq qilaveradi, ha? Azizane diyar